Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Steve Jones. Qarang, Steve sizlarni quchoqlamoqchi bo'lyapti, lekin bo'yi yetmayapti. Birozgina bo'yi pastlik qilyapti-da. Ha, pakana voy, mayli. Qo'yaverasizlar. Bugun sizlar bilan mana bunday parkur o'yinini o'ynamoqchiman. Agar shart qo'yaman. Endi shart emas, u buyruq emas, u sizlar uchun. Mana bu parkur o'yinida yutsam, sizlar menga obuna bosasizlar. Agar yuta olmasam, baribir obuna bosasizlar. Baribir xullas bosasizlar-da. Ha, bosib qo'ysanglar nima bo'ladi? Sizlardan nima ketdi? Birinchisini boshlaymiz. Hozir parkur o'yinida muhimi o'lib qolmaslik. Desdim-ku, men kreativdaman, chunki mana bu iplos bomba jonlida o'ltirar ekan. Ha, eng qizig'i faqat bu bilan videomiz cheklanib qolmaydi. Top 3 ta mod ko'rsataman degandim. O'chani ikkinchisini ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bunday bombalar ham qo'shib beradi. Hozir oxirida obzor qilib tushuntirib beraman do'stlarim. Shu parkurda yutib ketay iloyim. Sizlar obuna bo'linglar iloyim. Ey, gap ko'p gapirsa. Boshladik. Qani ya. Steve, sen nima deb so'rasam bo'ladi? Oyog'ing singanmi? Tezroq yugur. Ha, mana молодец. Yo, attang duray sattalar. Iplos. Steve, yomon ekansan sen. Sendan xafa bo'ldim. Nimaga o'tirishib bosdim-a? Nimaga bosdim-a? Ana. O'tib oldik va endi bitta ish qoldi. Sal qoldi tushib ketay dedim. Nima? 4 ta blok uzoqlikda? Ha, o'zim qurdim-ku. Do'stlar, telefonda 4 ta blok uzoqlikda sakrash biroz qiyin. Shu sababli o'ta olmasam kulmaysizlar. Oy, kreativda necha marta urinib o'ta olmadim, endi o'tdim. Sizlar uchun harakatdaman do'stlar. Ya. Qaytamiz-chi. Qani qaytamiz. Bu o'yin o'zi parkur o'yin bor-da, u parkur modini endi absolutni pulli ekan do'stlar. Pul yetishmovchiligi bo'lib, Steve. Sakramayapsanmi? Pul yetishmovchiligi bo'lib, sotib ololmadim. O'sha sababli kechirasizlar degan umiddaman. Nega kechirim so'rayapman? Steve, bilmaysanmi? O'zi shunaqa odat to'polman do'stlar. Kechirim so'rash. Voy! Ha, bo'pti do'stlar, mana shu yerdan boshlab o'raveramiz. Mana shu yerga o'tdim deb hisoblaymiz. Sizlarning ham vaqtinglar olmay. Qimmatli vaqtinglarni mana shu yerdan o'tdi deb hisoblaymiz. Uzr, biroz grammachilik qilyapman. Ko'rdingizmi? Men parkur masterman-u. Wow, 4 ta blok uzoqlik yana. Noy. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'tingni yuvib chiqqansan, Steve. Voy, asa. Sen aniq ko'tingni yuvib chiqmagansan, Steve. Tahorat qilib chiqish kerak-da birinchi o'rinda. Ha, baklashkada suv bor, chay olasan. Ma, chay ol. Bo'ladi. Endi tahorat qilib bo'ldik. Endi sakrasak o'xshaydi. Ko'rdingmi, Steve? Tahorat qilsang, albatta uning ishi, xullas makmaga bo'lib qolyapman yana. Har doimgidek ishing o'ngidan keladi. Tushib ketay dedim. Wow, bu yoq, o'ta darajada uzatgan. Nima 5 blok
sakrashim kerak, o'zim yasadim do'stlar. Hali biror marta sakrab ko'rmadim. Aytgancha boshqa narsa qilaman deyaptim do'stlar. Xafa bo'lmaysizlar, mana bu bombadan foydalanaman. Voy, o'xshamadi. Mana o'xshaydi do'stlar. Tushib ketdim, lekin chiquvdim. Mayli, yana boshdan. Sizlarga ko'rsatib berishim kerak-ku, axir chiqish mumkin ekan. Mana bu bomba vobshim ekan, lekin survivalda o'ltirar ekan. Chiqolmayapman, Steve. O'tiradiganni aslo parkur qilayotganingizda bo'lsa ko'rmang. U o'tiradiganni minus va plus taraflari bor ekan. Minus tarafi pastga sraz tushib ketar ekan. Plus tarafi sizni blokda qoldirishga yordam beradi. Hamma ham biladi buni. Nimaga aytyapman? Mana 5 ta blok do'stlar, 5 ta blokka sakradim desdim. Lekin sakramadim. Bomba yordam berdi. Mayli, buni sizlar ko'rmadinglar, men unday qilmadim. Давай. Men yutdim, men parkurda yutdim, men parkur masterman. Ura! Desdim, lekin do'stlar men yutmadim, absolut mana yordam berdi. Mana bu bombacha ustida tursa, qaranglar hozirlarga. Nima fokus qilib beraman aytaymi? Mana bu kamida eng yaqinni tanlay. Mana shu yer. O'xshamadi do'stlar. O'xshamayapti negadir. O'xshadi. Birinchi martada. Voy, o'xshadi-ku. Birinchi martada o'xshadi do'stlar menda. Bittada o'xshadi. Men sakrashni yaxshi qila olmayapman. Hamda mana unga sirazi qarab olishim kerak. Negadir o'xshamayapti do'stlar. Bittada o'xshadi. Mana devdim. Mana yerda bo'lishim kerak edi men. Blok yo'qmi? Mana bor ekan. Bariyerni olishni hamma ham bilsa kerak. Mana bunga kirasiz, telefondagilar. Xullas, mashikka mana bunday chiziqcha, keyin give deb yozasiz. Undan keyin joy tashab, mana bu kuchukcha, xohlasangiz p, xohlasangiz t. Xullas, ashuna qilib yozasiz. Menga s ma'qulroq va mana bu yerga b, a deb yozasiz, keyin r desangiz o'zi chiqadi. Xullas, shunga o'xshash hamma narsalar chiqadi. B, r ikkita ekan, r i r qo'yamiz yana o'rnatda. Chunki menda bor, olib o'tirish shart emas. Wow! Lekin aniq bu safargisida tushdim. Tushdim mana. O'xshadi do'stlar. Mana ko'rdingizmi do'stlar? Shunday xullas bir kami bilan aytganda siz mana bunday uyning ichida bo'lasiz. Birinchi tug'ilganingizda mana bu yerda bo'lsangiz kerak adashmasam. Keyin madan maga teleport bo'lasiz. Mana shu yerda xullas yab qilasiz, mana otishma qilasiz. Mana bu mana bularni chiyasiz. Xullas mana bular chiysangiz balma bir bola qo'shib beradi. Narginsini chiysangiz, monosini chiysangiz bal qo'shib beradi. Bunisini chiysangiz hech narsa bermaydi. To'qam. Xullas bir gap aytdim. Mana bu iplas o'lmas kashi. Million marta bomba tasam o'lmadi.
Qoch. Hozir chot olmaydi bu bilan. Yo'qol haroma. Shuncha bo'ldi o'lish aniq. Seni joning nechta bilan? Sen motorotma harom. Mana shu motorlarni qo'shib beradi deyotgandim do'stlar. Hozir mana Ipilyosni miltiqda headshot uray boshiga 3D yo'qolsin. Ay, mana 3D ketmayapti. 3D. Qancha 100 metr. Eshak, senga bomba otib ketaman. Ay, eshikni och. Jonli emasman, nima qo'qaman? Jonli dashni ko'rdimda do'stlar. Qo'limda bir hammasida bomba bor edi denglar do'stlar. Hammasini mashinga ching qildim tog'ni. Voy, oldimga ham tashab qo'ydim. Kedaman men. Yomon qo'rqitarkan lekin do'stlar. Bilmay qolsangiz yomon qo'rqitarkan. Uy, qoch. Ay, yomon urgani popon do'stlar. Qoch. Uy, yana tashab qo'ydim. Buni eng qiziq adashmasam urib bo'ladi-yo. Bo'lmaydigan do'stlar. O'qlashlar ham bor, effektlar vapshim zo'r bu o'yinda. Bu ular yesa mana bu yerga tushib ketdim. Bu yerga ko'rsatib o'tirishim shart emas do'stlarim, birodar azizlarim. Xullas bir balo yaxmaydi sizlarga. Qop-qorong'u xona menga o'pishim yaxmaydi. Do'stlar, parkurdan ham o'tdim, modlarni ham asta-asta ko'rsatdim. Mana shunday qurollarni qo'shib beradi do'stlarim. Mana bu hammasi xullas asha moddagi modni meni Telegram kanalimdan topasiz. Telegram kanalimning описаниесini shu video havolasida qoldirib qo'yaman do'stlarim. Kirib bemalol shu modni o'ynashingiz mumkin. Bu modni o'ynash uchun men sizlarga maslahat bergan bo'lasdim. Maslahat emas bu. Bu modni o'ynash uchun bitta narsani tortishingiz kerak. Hali Minecraft'ni nima deysiz? Xullas Minecraft mod deganingizda bitta kilka chiqadi. Hamma ham bilsa kerak. Buni Minecraft o'ynovchilar biladi. Kilka chiqadi. O'sha kilkadan o'zi sraz asha mod gap kirib qo'yadi. O'sha modni skachat qilib kirsangiz, shunday narsalarni qo'shib beradi do'stlarim. Aptechka. Eng qiziq buni o'yinlari ham bor. PUBG singari. Wow, zaryadim tugayapti уже. Zaryad tugasa ham wow deydi. Xullas mana shunday narsalarni qo'shib beradi do'stlarim. Xullas, xayr do'stlarim, sizlar bilan keyinroq ko'rishamiz. Sizlar bilan bugun Steve Jones bo'ldi. Xullas, shunaqa gaplar do'stlarim. Keyinroq sizlar bilan ko'rishamiz. Mana u Steve hali ham sizlarni quchoqlamoqchi. Shunchaki bittagina obuna bo'lib qo'ysangiz, mana u shiringina Steve sizlarni quchoqlaydi do'stlarim. Xayr sizlarga, xayr.